qarindoshlar bilan jigarlar o'rtasida ko'proq mehrga muhtoj bo'ladigani, ko'proq qondoshini, jigarini darvozaga chiqib yoki derazadan mo'ltillab kutadigani opa-singil bo'ladi. Chunki opa-singil birovning oilasi u o'zini ruxsati bilan akasidan, ukasidan, otasidan, onasidan xabar olishga, diydorlashish uchun unda imkon yo'q, fursat yo'q. Fursat ham imkon bor, lekin ruxsat yo'q. Shu uchun bekorga xalqimizda opasini ko'rish uchun, singlisini ko'rish uchun bug'doy oralab borgan akaning, ukani hech kimni, qozini ham jazolashga haqqi yo'q. Garchi u bug'doy xalqning rizqi bo'lsa-da, garchi u bug'doyni bosib singlisidan, opasidan, singlisidan xabar olish uchun borgan, shuni hikmati uchun, shuni savobi uchun mayli bug'doyzorni payxon bo'lishdan ham kechdik degan fikr bekorga emas. Ularga ruxsat. Bugun endi bug'doyzorni oralab opa-singilni ko'rish uchun hojat yo'q. Tekis yo'llar bor, to'g'ri yo'llar bor. Hattoki kimda bitta, hattoki kimda 3 ta, 4 ta mashinasi bor. Kimdadir bugun samolyoti bor. Lekin xohish yo'q. Ishtiyoq yo'q va shijoat yo'q. Ba'zi bir oilalarda va ba'zi bir tarbiya ko'rgan aka-singillar o'rtasidagi oqibatda shunda muammo bor. Va bu muammoni bartaraf etuvchi va bu muammoga dardga malham bo'luvchi bu ota-ona. Ayniqsa onani farzand tarbiyasida roli juda katta. Men bir voqeani aytib beraman. Qishloqqa bordik. Qishloqqa borsak, onam manti qilgan ekanlar. Bolalarim shahardan keldi, bir diydorlashamiz deb. Mantini olib keldilar katta bir laganda. Ham mantini yeyamiz. Otam, onam, ukam, men, oilam, ukamning oilasi, jiyanlar. Hamma manti yeyapti, lekin onam mantini olyaptilarda, stolning tagiga berkitib, yana non kavshayaptilar. Shunda men aytdimki, onam mantini yeng, hammaga yetadi bu. Bilasiz, onalarda shunaqangi bir nima bor. Farzandi ovqat yeb turgan payt o'zi non yeydi. Bolamga ovqat yetsin degan maqsadda yetdi deydi. Vaholanki biz farzandlar ota-ona bilan ovqatlanayotgan paytimizda ehtiyot bo'lib turishimiz kerak. Ko'zimiz shu ota-onani qo'lida bo'lishi kerakki, mabodo otamiz yoki onamiz o'sha ovqatdagi go'shtga qo'l uzatayotgan paytida bizni qo'limiz o'sha go'shtga bormaslik kerak. Chunki onamizni, otamizni suqi tushgan mana shu ovqatga bizni suqimiz tushsa, xuddiki bir odobsizlik bo'ladi. Lekin teskarisi. Biz manti yeyapman, men manti yeyapman, lekin onam mantini olib stol tagiga berkityapti, lekin non kavshyapti. O'shanda meni bir aytdimki, baribir qarilikda dedimda e'tibor bermadim. Keyin shaharga keldik. Shaharga kelganimizdan keyin singlim telefon qildi. Aka dedi, rahmat sizga dedi. Nima uchun dedim. Akajon, men sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Kecha shahardan qishloqqa kelibsiz. Onamga aytibsizki, ona manti pishiring. Singlim shu ovqatni yaxshi ko'radi. Imkoni bo'lsa agar singlimga jo'nating shu mantidan debsiz, dedi. Shunda ichimdan bir nima uzilganday bo'ldi. Tushunib yetdim. Angladim. O'sha biz bir kun oldin meni ensam qotib qarilikda onam manti yeyishni bilmaydi deb o'ylagan vaqtimda onaizor ertasi kuni men shaharga ketgandan keyin singlimni uyiga borib, akang shahardan keldi.
sen mantini yaxshi ko'rarding, shu uchun senga manti ilinib jo'natib yubordi qizim degan ekan. Shunda men anglab yetdim. Onalarning bu mehri, bu oqibati bekorga emas. Shu uchun ota-ona bor uylar poytaxt bo'lar ekan. Hamma uyga tarpinar ekan farzandlar. Ota-ona tark etgach esa u poytaxt vazifasini bajarmas ekan. Hamma u markazga bormas ekan. Ota-onamizni qadriga yetaylik, chunki ota-ona g'animat ekanligini to'g'risi o'shanda bilganman.